Mirzo Ulug'bek ko'chasidan 82 kvadratli 3 xonali suzili kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Bizlar turgan joy mehmonxona, ko'rishlaringizdek mana shunaqa mehkam mebel qilingan, stol o'rnatilgan, televizor qilingan, podstavka o'rnatilgan va mana bu yerda bizlarda oshxona joylashgan, kuxonniy garnitura, stиральный mashinka, rakovina, gazli plita, xolodilniklar o'rnatilgan. Kvartiramizning hujjatlari tayyor, bir kunda furuz qilib olishingiz mumkin. Mana bu yerda bizlarda chiroyligina kattalar yotoqxonasi joylashgan. Kattalar yotoqxonasidan kravat, shifonyer, terimo, tumbuchkalar o'rnatilgan do'stlar. Kvartiramizda duvoqkonturli kotel o'rnatilgan, sopol radiatorlar qilingan. Mana bu yerda esa bizlarda общий sanuzli joylashgan. Qaytarib o'tamiz, 82 kvadrat, 8-qavatda joylashgan do'stlar. Liftli, g'ishtli domda va mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi, ikkita kravat, dars qilish uchun stol va shifonyer o'rnatilgan. Bu yerda esa bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, koridor joylashgan. Hamma shkaflar ishlaydigan. Do'stlar, kvartiramiz narxini hozirda 68900 deyaptilar. Yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlariga telefon qilinglar. Yana arzonroq qilib beramiz. Ko'rishguncha.